PDF andozani chiqartirib, xuddi mozaikaga o'xshab yig'ib, kesib olamiz. Yeng asosiy qismga o'rnatilib, kiyimga shakl va qulaylik beradi. Orqa qism kiyimni to'g'ri turishi va qulayligi aynan orqa qismga bog'liq. Old qismi esa kiyimni old tomonini tashkil etadi. Dizayn va asosiy ko'rinishi shu detalda aks etadi. Old qism astari kiyimni ichki tomoniga tikilib, old qismni mustahkamlaydi. Orqa qism ham aynan shu vazifalarni bajaradi. Ustki cho'ntak ichki qoplamasi cho'ntak shaklini saqlab, ichki tomonni silliq qiladi. Yoqa esa kiyimni bo'yin qismi bo'lib, kiyimga tartib, chiroy va yakuniy bezak beradi. Ustki cho'ntak qopqog'i cho'ntak ustini yopib turuvchi detal. Cho'ntak kesimi qopqog'i cho'ntak og'zini yopib, kesim joyini mustahkamlaydi. Kesma cho'ntak astari cho'ntak ichidagi bo'shliqni tashkil qiluvchi ichki qoplama. Old va orqa pastki qism qoplamasi kiyimni orqa va old pastki qismini mustahkamlaydi, kiyimni silliq tutadi. Manjet yeng pastki qismini tugash joyida tikiladigan detal. Ustki cho'ntak kiyimni old tomonida joylashgan cho'ntak bo'lib, kiyimga dekorativ element sifatida xizmat qiladi. Yeng qismi qoplamasi yengni ichki yoki tashqi yuzasini mustahkamlash uchun tikiladigan detal. Old va orqa bo'yin qismi ichki qoplamasi yoqa va bo'yin qismini saqlaydi va choklarni berkitadi. Stoyka kiyimni bo'yin atrofiga tikiladigan tik turuvchi detal. Tugma plankasi kiyimni old tomonida tugmalar yoki bosmalar uchun tikiladigan uzun detal. Orqa koketka kiyimni orqa yuqori qismida joylashgan detal. Cho'ntak ichki qoplamasi cho'ntak ichiga tikiladigan detal. Videoda ko'rib turganingizdek PDF andoza bilan ishlash juda ham oson. Agar sizga ham shunaqa andozalar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga qo'shilib oling. U yerda har xil andozalarni topib bemalol xohlagan fasoningizda kiyim tika olasiz.